Soft skill topshiriq. Soft skill ro'yxatini o'qib, video zapis qilib yuboring. Jamoada ishlash, jamoada ishlashda nimalarga amal qilish kerak? Birinchisi boshqalarni tinglash. Aa, Ikkinchisi boshqalarga yordam bering. Uchinchisi kelishishni o'rganing. To'rtinchisi barchaning fikrini hurmat qiling. Beshinchisi g'iybat qilmang. Oltinchisi o'zgarishlar va yangiliklar haqida jamoadoshlarga xabar berib turing. Yettinchisi har bitta xonaga kirishda eshikni taqillatib kiring. Sakkizinchisi birovning kompyuter va telefoniga so'rovsiz tegmang va ma'lumotlardan foydalanmang. Ofisda baland ovozda gaplashmang. Nimaga bu skill kerak bo'ladi? Bu soft skill, chunki bu faqat IT sohasida emas, barcha sohalarda birday amal qiladi. Ya'ni boshqalarni tinglash, ming prav bo'lgan taqdirda ham boshqalarni tinglashni o'rganish bu juda ham katta plyus bo'ladi. Insonni o'ziga boshqalarga yordam berish, agar o'zimiz bilgan narsa bo'lsa, boshqalarga yordam berish orqali bizada o'zimizni o'sha bilimimizni oshirib olgan bo'lamiz va mustahkamlab olgan bo'lamiz. Kelishishni o'rganing. Jamoa bilan ishlayotgan paytda ko'pincha har xil kichkina muammolar kelib chiqadi. O'shanda muammoni hal qilish va kelishishni o'rganish ham bu juda ham katta plyus bo'ladi. Barchani fikrini hurmat qiling. Jamoada 10 ta odam bo'lsa, misol uchun, ularni hammasini fikrini hurmat qilib, ularni fikrini o'ylab ko'rib, ular to'g'ri mulohaza chiqarish kerak. Beshinchisi, g'iybat qilmaslik ham juda ham muhim. Bu bitta IT sohasida emas, butun hayotda kerak bo'ladigan narsalardan biri hisoblanadi. O'zgarishlar va yangiliklar haqida jamoadoshlar xabar berib turing. Ya'ni IT sohasida va boshqa sohalarda ham, boshqa sohalarga qaraganda IT sohasida o'zgarishlar quyonlarga qaraganda ko'proq bo'ladi va yangiliklar juda ham tez chiqadi. Va o'sha yangiliklarni va o'zgarishlarni o'zimizni jamoamizga yangiliklarni yetkazib borish ham bu bitta jamoadagi skilllarni biriga kiradi. Yettinchisi, har bitta xonaga kirishda eshikni taqillatish. Bu ITga ham bog'liq va boshqa hamma sohalarga bog'liq. Ya'ni bu hurmatsizlik belgisi hisoblanadi. Birovning kompyuteri va telefoniga so'rovsiz foydalanish va uni ishlatish ham bu odobdan emas hisoblanadi. Keyin ofisda baland ovozda gaplashmang. Ofisda baland ovozda gaplashish ham juda ham yomon odat. Ya'ni bizani baland ovozda gapirishimiz boshqa jamoamizdagi insonlarni, jamoamizdagi jamoadoshimizni ish fokusini chalg'itib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham ofisda baland ovozda gaplashish tavsiya etilmaydi. Keyin qadriyatlarni amalga oshiring. Qadriyatlarga amal qiling. Har bitta kompaniyani, har bitta biznesni o'zining qadriyati bo'ladi. O'shanga o'xshab IT sohasida ham o'ziga yarasha qadriyatlar mavjud. Ularga ham o'z vaqtida amal qilish bu soft skilllar qatoriga kiradi.